Xo'p. Xullas dedi jonisi, ertangi tug'ilgan kunim har qachongidan ham zo'r bo'lishini xohlayman. Shuning uchun bugun do'kondagi hamma narsani sotib olamiz. Nima keragi bor isrofgarchilikda? Hamma yo'g'imiz bor-ku. Nima qilibdi? Isrof bo'lsa, tashaveramiz, boshqasini olamiz. Menga obro' kerak, e'tibor kerak. Odamlar men haqimda gapirsin. Dasturxon shunaqa zo'r bo'lsa-ki, barchani havas kelsin. Ha, aytgancha, bergan brilliantingizni ham ertaga hammani oldida sovg'a qilasiz, xo'p? Men Naryoni aylanib turaman. Onasi, ertaga tug'ilgan kuning. Xohlagan narsani olamiz. Dasturxonni chiroyli qilib bezatamiz. Yo'q, dadasi, nima kerak bor shuncha isrofgarchilikni? Avvalli ham javobi bor axir. Ko'p narsa olmaymiz. Hammasidan ozgina olamiz, bo'ldi. Xo'p? O'zimni aqlli xotinimdan o'rgilay. Mayli onasi. Sen nima desang shu. Voy, adasi narida zo'r narsa ko'rdim, yuring. Onasi shoshma. Menga ishonasanmi? O'zim zo'r qilib bozorlik qilaman. Sen mashinaga chiqib damingni olib turgan, xo'p? Bo'pti, unda eng zo'rlarini, eng saralarini oling, xo'p? Xo'p. Mayli, ishondim. Ana bozorlik qilib chiqdim. Hazlashyapsizmi? Nima bu bozorlik? Ha, men sizga ishonib o'tiribman-ku, erim bozorlik qilib keladi deb. Shumi bir paket narsa kartoshka, piyozli? O'tgan kunlarimiz esingdan chiqdimi? Nimani aytyapsiz? Bugun tug'ilgan kunim. Lekin nishonlashga pulimiz ham yo'q. Hali pulimiz ham ko'p bo'lib tug'ilgan kuningni nishonlaymiz. Lekin o'sha payt o'zgarib ketmassanmi? Yo'q. O'zgarmayman. Qanaqa bo'lsam shunaqaligimcha qolaman. O'sha payt pulimiz ko'p bo'lsa ham o'zgarmayman deganding. Pul baribir odamni o'zgartiradi.